电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第7季我军丝绸之路之声的第2环节对决。我是主持人玉米提瓦尔。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Naq maydondagi hurmatli ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansi bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklik şirkati birlikda uyushtirgan. Şinjan Wojun Soda cheklik şirkati tajidorligidagi cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qaror Wojun Yipak yo'li sadasi programmasining 2-bosqichi beyga. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Aziz ko'rmanlarimiz, oldi bilan bizning programmamizda bo'libmi musobaqamizga guvohchi bo'lib o'tirayotgan ustozlarimiz bilan tanishib o'tgan bo'lsak. 2-qaror Yipak yo'li sadasi programmasining yetakchi ustozi, xushpuroqlik atirgulimiz Odila Sidiq ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Şinjan san'at yurti muqam ansamblining naqshisi hamda tanilgan aktyor Polat Tursun efendim qarshi olamiz ustoz. Xush keldingiz. Şinjan san'at yurti muqam ansamblining yosh talantli naqshisi. 2-qaror Yipak yo'li sadasi programmasining chempioni, 6-qaror Yipak yo'li sadasi programmasining yetakchi ustozi Komil Jalil ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. 1-qaror Yipak yo'li sadasi programmasi rivoyat gruppasining chempioni Zohir Shoh Abdumid ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Xush ovoz kuychi, ijodiyatchi, nurg'ulg'an ijodiyatlari bilan nurg'ulg'an naqshchilarning naqshini betib kelayotgan bizning ijodiyatchimiz, naqshchimiz G'o'ji Matqurban ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Şinjan Hojun Soda cheklik şirkati programmamizning tajdorligini oldi. Şinjan Miros shirkati programmamizni alohida talab qildi. Şinjan Kamal Soda cheklik shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish mas'uliyat cheklik shirkati programmamizga alohida yordam berdi. Şinjan Ramlidar xalqaro soda cheklik shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Navbatda maydonga tushadigan bo'lsa, Zohir Shoh ustozning Ramlidar rivoyat gruppasi. Oldi bilan ustoz Ramlidar rivoyat gruppasining orzu yetakchisini bizga bir tanishtirgan bo'lsangiz. 7-qaror Yipak yo'li programmasi Ramlidar rivoyat gruppamizniki orzu yetakchi ustozi. Meniki yaxshi kasbdosh inim, yaxshi ijodiyatchi, yaxshi naqshchi Dilyor Vahab. Qarshi olamiz. Xush keldingiz. Xo'sh, unda bo'lsa, Dilyorning bizga olib kelgan ko'ngil sovg'alari bog'i deymi. Undaqsa birlikda bahrilanaylik. Rayonimiz korxona sohasida oldingi qatorda turadigan Şinjan Hojun Soda cheklik shirkati Hojun g'o'r tamlik gazliq ichimligi mahirlarga omad tilaydi. O bek yaram tursango tamak Çıkıyaptı ben tamakta. mana emasma doğrusu. Hojunninki ma o o'rtamlik gazliq suyu. Hojun'da. Ura mayli qashun. Ojo masune. O tempe içken kobudan. Mayli kavap ya. Mayli xogo ya. Mayli mayli qiza ya. Hojun g'o'rtamlik gazliq suyi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz Hojunni deb qolasiz. Hojun g'o'rtamlik gazliq suyi. Sözlesen kalar bulbul zuvandın, uçalmaydı cemi kuşlar ormandın. Sen sözlesen kalar bulbul zuvandın, uçalmaydı cemi kuşlar ormandın. Şok şamal mı özüze toktaydı, nakşelerim macrap gider ormandı. Şok şamal mı özüze toktaydı, nakşelerim macrap gider ormandı. Ey krallığım, ey krallığım,
Nakşam bilen küylep öter krallığı, nakşam bilen küylep öter krallığı. Gelmesen beni çıkar kırgakka, tulparıma könüp kalır bağlakka. Sen gelmesen beni çıkar kırgakka, tulparıma könüp kalır bağlakka. Aylanmandım mı seykelge ve yoki, dokmuştu ki yen vurulgan kunçakka. Aylanmandım mı seykelge ve yoki, dokmuştu ki yen vurulgan kunçakka. Ey karanlığım, ey karanlığım, nakşam bilen küylep öter krallığım, nakşam bilen küylep öter krallığım. Şirdekçim yeter, sen söylesen ellerimde muz katar. Dilimdeki erkek şirdekçim yeter. Sükut bilen sen gelesen söylesen, del şu çağda krallıkım gül açar. Sükut bilen sen gelesen söylesen, del şu çağda krallıkım gül açar. Ey krallığım, ey krallığım, nakşam bilen küylep öter krallığım, nakşam bilen küylep öter krallığım. Ey krallığım, ey krallığım, nakşam bilen küylep öter krallığım, nakşam bilen küylep öter krallığım. Rayonumuzda sarkardilik rol o'ynayotgan Miras şirketi mahirlarga omad tilaydi. Ya da sen turib ketsan o zerke pırxil. Ye. Qarasın zirikti de men mirasdan latiyalarını Ya mama doyun veşi xoğo bu. Oy bu bek teyze qara çoğun kichik ishga qolib chiqdi tetib baqa shundoq oqsa. Men miras latiyani biz naqshi yetib zeriksam yeyapmiz hozir. Ma ochiqga ma ya. Pishgunlikka. Tezlikka nima bu? Miras ochiqlari o'zgacha esil tam, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati ham sajgungizni o't oldirdi, ham sajgungizni larziga soladigan lazzati cheksiz. Miras ochiqlari tanlangan ziroat, toza burchaqlar, quvvat yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala. Miras qora kunjut, qizil purchaq va jag'day qo'noq umashlari. Dilyar, sizin köpten köp rahmet. Nayet yaxşı hazırlandık. Onda olsa programımız davamlasın. Birinci olup sahneye çıkıdığan mayrimiz basa. Endi birinchi bo'lib Ramliydar rivoyat guruhimizning maydonga chiqadigan savoldoshlarimiz İlyar Nuri bilan Zoir Toyirni sahnaga taklif qilamiz. Yani Ramliydar rivoyat guruhimizdagi o'quvchilarni ikkinchi bosqichdan boshlab tarbiyalashga yaxshi kasbdosh inim, ijodiyatchi, xalqimiz naqshlarini yaxshi ko'rib anglayotgan Dilyar Vahobni Ramliydar rivoyat guruhimizdagi Arzu yetakchi o'qituvchisiga taklif qildim. Shu munosabat bilan seni inim Ramliydar rivoyat guruhidagi barcha savoldoshlarga vakolatdan shundaqla ustozimiz Mahmud Sulaymon boshlig'idagi rivoyat guruhidagi 42 nafar shogirdlarga vakolatdan qizg'in qarshi olaman. Salom oldi bilan İpek Yo'li programmasini ko'rayotgan aziz mehmonlar, men bu qitim Ramliydar
rivoyat gruppasi shundaqla Zoir Shoh akamniki taklifi bilan mushu gruppaga arzu yetakchisi bo'lganligimdan intayin xushalman. Bu qitimqi tanlangan o'quvchilarni ko'rdik. Bir-biridan yaxshi, kuchlik. Biz mushu necha kun mashq jarayonida bo'lsin, bolalarniki naqsh ijro qilishi, hammasini ularga bo'lgan qattiq talab qo'yishi, ham biz yonda turib, shular yetakchilik qilish asosida shu o'quvchilarniki kuchlikni ham sahnada bo'lgan yoki shu mashq jarayonida bo'lgan naqsh ijro qilishni yaxshi deb o'ylayman. Men o'ylayman, Ramnidar rivoyat gruppasidagi o'quvchilarimiz eng kuchli deb o'ylayman. Chunki biz ishimiz o'zimizga. Bu o'quvchilarniki mushu tarbiyasimiz ostida yaxshi natijalarni qo'lga keltirishini sen va ham biz chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Endi manda bir ikki o'quvchimiz bor. İlyar Nuri deydigan bizningki birinchi qarorliq Ipak yo'liga qatnashgan bir yaxshi naqshchi ini birodarimiz bor, sen bilirsan. Shu inimiz bilan bizning Zoir deb men bilan at qo'shni naqshchi inimizga Mahmud Sulaymon ustozimizningki 3 kecha nomli naqshini bo'ldik emasmi? Mashq jarayonidami bularning tirishchanligi yaxshi. Yaxshi bizlar ko'raman do'stlar. Men 7-qarar Hojjun Ipak yo'l sadosi programmasi Zoir Shoh Abdumid Ramnidar gruppasining muayiri İlyar Nuri bo'ldi. Ramnidar gruppasi Zoir Shoh ustozning gruppasidagi Zoir Tahir bo'lman. Birinchi aylandagi naqshamni taqib bo'lgandan keyin mening ota-onam qo'rqitib qoldilar, meni atrofimdagi yaqinlarim menga yaxshi baholarni berdi. Bu qitim qaylanmada İlyar Nuri akam ikimizga Zoir Shoh ustoz Mahmud Sulaymon ustozniki 3 kecha degan naqshini bilib berdi. Bu naqshni bizga topshirib bergandan keyin biz buning muzikasini qaytadan chalg'izib, hisobda biz bir oy bo'ldi bu naqshni tayyorlab qilyotgan. Ikkilimizning tayyorligi puxta. Biz chuqur bu naqshni yaxshi o'rinda tomoshabinlarga yaxshi bo'lgan bir asarni so'z qilamiz. Bu kecha güzel kecha ikimiz yürüyen kecha Üzerine o kaydı insan çoktu. Özde itmaga yerdik ya. Bana karıyıp etmaganda ya kanındaki etmay. Bu qarab turdik ya bu. Etmay yana bilep bege yani evet ben doma. Evet bergen, eğitim bergen. Ya ma işkilanlar xatona manda yerine şu açançıdek tutmay men qo'yib etinglar juma. Fatona 5'in tutmalı. Meydana çıkar. Bağan sırı töpüge mağdayım ma çıkıp xatona tutib. 5'in tutsağını çıkar. Avazın hatta çıkıp kirib qalalar nimaga. Ustozimizniki 3 kecha nomli naqshini yaxshi o'rinda xalqimizga yaxshi huzurlarni ato qilishni, chunki ko'nglimizni umid qilamiz shundaq ish o'quvchimizga yaxshi utuqlarni, yaxshi natijalarni tilaymiz. Oxirida deydiganim Zoir Shoh ustoz bizni yetaklash jarayonida jiq-japalarni chekdi. Zoir Shoh ustozga ko'p rahmat aytaman. Bu gece aydın gece yar, bu gece salkın gece yar, bu gece aydın gece yar, bu gece salkın gece yar, bu gece güzel gece
yar ikimiz yürügen kecha bu kecha güzel kecha yar ikimiz yürügen kecha bura güller ara çımbulak güller ara bura güller ara çımbulak güller ara bu gece Nigar seni yadımga ilip Kök karab hıyalga bitip Közüm güce kaptı tan etip Uxlamadım zadı bu kecha Nigar seni yadımga ilip Kök karab hıyalga bitip Közüm gıça kaptı tan etip Uxlamadım zadı bu kecha Gelmen dep gelmedin acayip Bilelmedim bu nime sebep Gelmen dep gelmedim acayip Bilelmedim bu nime sebep Köyüp işki utunda dıldan Uxlamadım zadı bu kecha Köyüp işki otunda dıldan Uxlamadım zadi bu kecha Bu kecha rasmingga qarab yana xiyol bilan uyquga cho'kdim Shu kecha isimga kelib mening ko'zingdagi buloqqa cho'mdim Shu kecha İsimge kilip benim Köksündeki bulakla çömdü Kapkara tağlar ara Sımıstan çiller ara Kapkara tağlar ara Sımıstan çiller ara Bu gece yalnız gece Sersan gece Gamgin gece Undaq olsa davamlıq ustazlarımızdan tavsiyesini anlayımız elbette. Aldı bilen.
Kamilcil ustazning o'tirishi nihoyat bir xil hozirlangandek bilinyotdimish. Kamilcil ustazdan bir almamdiq. Aldı bilen ikkalar köptün köp rahmet. Dostum Zahir'im köptün köp rahmet. Nihoyat ajr singellik chiqib turdi. Ustazımız Mahmud Süleyman akaning nadir naqshlarini yaxshi o'rindinglar. Ikkalanglar shunda peyze. İlgari qaraganda Zahir tek kichik, lekin Zahirning taraqqiyoti burunga qaraganda jiq ilgirlash bor. İşlerin texim yaxshi bo'lsin. Bu qatimqi men tavsiyaga to'g'ri kelsam, İlgarni tavsiya qilib. Rahmat ustaz. O'zmat Qurban ustaz. Nima ish qildinglar? Xo'sh, rost tez bir guruh bo'ldi. Ajoyib payze. İlgar bilan biz bilishimiz, kasbdosh Zahirning bu qatimqi ipekli qatnashgan vaqti ko'rdik. Başta Kamil Kam'ның yonsasida naqsh etib chiqqandim. Men muzika boshlanganda İlgar boshlagan vaqtda Kamil Kam'dan bu 3 kechining bir yarim kechini anglaymiz deb tursam, ovozi Zahir Kam'nikidek chiqyotdi buning. Muborak bo'lsin. Qabul qilish ajoyib tez, ajoyib payze. Hozirgi navbatda bu ikkisining aytish saviya jihatdan unda bek zo'r farq yo'q. İlgar o'zining fangasi ba'zi bir farqlarni nihoyat voyaga yetkazib o'rindi. Ammo Zahir mi boshqamida İlgarni taniydiganligim uchun men Zahirga bir bilet tashlayman. Rahmat ustaz, rahmat. Qo'la tursin ustaz. Ishkelan bek cho'ng farqlanib ketmaydi kerakki qism. Agar bilet tashlash to'g'ri kelib qolsa İlgarga tashildim. Rahmat ustaz. Rahmat ustaz. Adila ustaz. Rahmat naqshanlardan shunchalik yaxshi huzurlandim. Mencha ishkelanlar shunday yaxshi aytdinglar, lekin men bu yerda o'tirib bekrak Zahirningki mushu partlagan bir hissiyotidan shunday huzurlandim. Shu biletni Zahirga tashlayman. Rahmat ustaz, hozir bilasanmi ichki tanishib qoldi. Unda bo'lsa, orzu yetakchisi Dilyar Vahab ustozdan anglaymiz. Salom birodarlar. Shen san tas qoldim yig'ilib o'tgili. Hamda bayam ustozlar degandek rost farq yo'q. Zahirmi o'ziga tushliq yaxshi o'rindida İlgarmi ham shu. Hamda men bu yerda İlgarga bilet tashlaydi desam, bu İlgarning bu men bilan yaxshi birodarim hamda bu. Zahirga tashlaydi desam, texi hamda bir qiynalish bo'ldi ekan bu yerda. Hamda men shu musobaqaningki keyingi bosqichdagi hamda shu bosqichni o'ylab bo'lsa-mu, mening tavsiyam İlgar Nuri. Rahmat ustaz. Rahmat. İlgar, Zahir, o'tir kelsanlar. Zahir Shah ustaz, hozir 2 mayrimizning bilasani İlgarning 3 bilet, Zahirning 2 bilet. Eng oxirida qararingiz. Endi azoblanish navbati menga kelib qoldi. Bizning suyumli san'atkorimiz, bitakrar ustozimiz Mahmud Süleyman akamizdan ayrilib qolgani mana bugun dal 4 yil bo'lgan kun. Bugun 7-qarar Ipak yo'li programmasidagi Ramledar rivoyat guruhisidagi savodashlarniki 2-bosqich bayga bosqichini tunji qatim birinchi maydonda mushu 2 inimga ustozimizniki naqshini berishdiki sabab mushu bosqichni bizga shunda go'zal o'lmas nadir asarlarni, nadir naqshlarni, o'lmas naqshlarni mushu inalarimizga o'xshash, xuddi Adila ismi aytalaydigan, Kamil ismi aytalaydigan, Po'latgam ismi aytalaydigan, kim ismi aytalaydigan go'zal o'lmas nadir naqshlarni bizga qoldirib ketgan suyumli san'atkorimiz bitakrar ustozimizga ko'pdan ko'p tashakkurimizni bildiraman. Shundaqla mushu programma orqali rivoyat guruhimizdagi oldingi 32 nafar azmatdan yana 10 nafar azmat qo'shilib 42 nafar izbasar bo'lishiga sababchi bo'lgan Ipak yo'li sadosi programmasining qurg'uvchisi ustozimiz, atoqli shoirimiz Muxtar Bug'ro apandiga ko'pdan ko'p tashakkurimizni bildiraman. Xo'sh, unda bo'lsa sizning oxirgi tanlashingiz. İnanırım, birodarlar, biz bundan burun yaxshi paranlaştık. Bundan keyin qildigan ishlarimiz, kesib uchun qildigan xizmatlarimiz ustida sizlar bilan nurg'un planlarni qildik, yaxshi asralashdik. Hamda bu sahnadagi hozirgi tanlanish yoki shallanish muhim emas.
eng muhimi mana shu ustozlar meningki shu gapimga guvoh bo'la oladi. Keyingi qadamlarimizni qanday besish? Bu yerda shallanib ketsanglar hech gap yo'q. Qaysi gruppadan bo'lsin. Biz yana sahnadan tushgandan keyin men shunda kapolat bera olmaymanki, shaxsan men rivoyat gruppasidagi yoki boshqa gruppalardagi har qanday men bilan bir kasbdosh ini singillar menga yomishib tursanglar, men chuqum sizlar bilan birlikda tirishqitirishman. Chuqum yaxshi natijalarni qozonish uchun sizlar bilan yaxshi kasb qilish uchun birlikda tirishman. Meningki keyingi bosqichlarga texmo yaxshi tayyorlik qilishim uchun men bu bosqichda Cəsur yigitlərinin aldın tanlışı bulub kelayotgan Kamal Sodiçəklik şirkəti Kamal kiyim-keçəkləri mahirlarga omad tilaydi. Adaş yaxşımı? Yaxşı durumma. Bek aldırıb meyip qapsan qoy. Adaş baş keçdi bir məsləhət cemaat degen adaş. Bu nem kiyiş toğrisa bişim qitib ketib bardı adaş hazır. Unda olsa men sen özüm yaqtırıb kiyotgan Kamalның kostyum burulkisine tavsiye qilay. Bolamı adaş? Boludu, bol neymiş qınbay qara yarışıp ketkinne. Ma kiyvağının şu kende? Şu. Kırlarını qara. Boldu ki adaş. Ben bir aşıqman. San'atning aşıqıman. Ögünüşdün ögütüşkice, ögengüçüdün yetekçi boluşkice kalbim aşıqlıqdan, qadimim izchillikdan yenib baxmadı. Bu yükseliş jarayonida arzoyimning Kamal tapadığını işardim. Çünkü ben Kamalni özümge hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimleri yigitlik tadqiqomatingizni namoyon qilib, mendek har bir arzu egisini kamaliga yetkazadi. İlyarını tanlasam. Mübarek olsun yar, mübarek olsun. Varamasın. İpek yolun sadasın, süygünün yok şigrasın, hoş havazla seyrasın. Zayırның bir köңіл сөздерін алып бақамдық. Aldı bilen bizni yetekleş jarayonida ko'p jafoni tortgan Zahir Shoh ustozga ko'p rahmat aytaman. Anandan keyin meni to'ydan qo'llab bergan ota-onamga ko'p rahmat aytaman. Bu da sizga ko'p rahmat ustozlarga ko'p rahmat. Buna güller ara, çımbula güller ara. Buna güller ara, çımbula. Sübətlik un mayları bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish mas'uliyatchalik shirkati mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ish ko'taribdik-ku. O'xshashgina men Başbarmaqning yanaqmay ekan ma'vo sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi, ishini bir echib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir achay bunarsini. Mushuki. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yanaqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. İşkilimiz öyle yapıp öyle hoş kılıp etmeyelim mi? Anlamsı. Güzel arzu hareketke aylanganda hemme kişi baş parmakını çıkarıdı. Hareketke kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotları etiş mas'uliyat şirkati naqshiladi kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Başbarmaq çıkarmaz yarni çoğunun. Ramlidar rivoyat grupimizdan ikkinchi bo'lib maydonga chiqadigan mahirimiz rangsiz shafqat bilan Mehrigul. Endi rangsiz, yani shafqat bilan bizningki 90dan kelgan shu chet elchi naqshlarni voyaga yetkazib aytadigan Mehrigul songlamizni maydonga chiqarib baqsaq, shular qanday qaraysiz? Endi men o'ylayman, ko'pchilik o'ylaydi, aqcham shu nomerni ko'rganda aka. Bak sarxil bo'ldi deb o'ylayman. Chunki endi shafqat rangsiz o'zim shu rap aytish uslubida kang do'stlarimizning olqishiga erishib kelayotgan yaxshi naqsh deb o'ylayman. To'g'ri. Mehrigul songlamiz bo'lsa, o'ziniki yovgun ham rock ovoz bilan shu uslubdagi naqshlarni aytib, shaxsan meni hayron qoldiryapti. Garchi xalq tunilmagan bo'lsa. To'g'ri. Men o'ylayman, shu ikkisiniki
növbet kelgende cho'qim tomoshabinlarimiz bak yaxshi bir jushqun kayfiyat o'tirib anglaydi deb o'ylayman. Yaxshi bizlar ko'pchilik men Hojo İpek Yol Sadasidagi Zoir Shah ustozning Ramnidar gruppasidagi ra'sis. Yaxshimizlar ko'pchilik men 7-qaror Hojo İpek Yol Sadasi programmasi Ramnidar gruppasining mahiri Mehribel Sami. Birinchi aylamdagi naqsham taqdirlandan keyin o'sha ustozlarimning, do'stlarimning hamda o'yliklarning pek yaxshi baholarga erishdim. Bu qadimgi bosqichda mening sahna hamroyim Shafqat bo'ldi endi. Menga bo'lib bergan naqsha WhatsApp. Biz o'zimizning ishimizning xarakterga tushadigan naqshlarni tayyorlab huzuringizga sunmoqchi. Qaramayman, unumayman, senden başqaman, unumayman. Qaramaysan, meni ayamaysan, o'zgacha boshqalar bir tanlaysan. Naqshlashlarim, o'zgarashlarim, chaldi yuragimning tarini. Taqdim kelgina qo'limda birgina beraman muhabbatim barini. Ko'zimdan uni olmaydi, meni ko'zim samona so'zlaydi. To'kin olishni o'qitaydim, rabbotam samana kelmaydi. Undaqda sahnada ko'rishaylik Shafqat. Hayrat qilaman. Hem bu her ishkili o'quvchiga biz yaxshi omadlarni tilaymiz. Sahnada o'zinglarni yaxshi joriy qildirishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Five years of my life feels still trying to get past a great big hill, for destination. I realized quickly when I knew I should that the hope was meant up for this brotherhood of man, forever that mean integrate sometimes when I lie in the bed to still get it all what's in my head, and I'm a feeling a little peculiar until I wake in the morning when I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream at the top of my lungs, what's going on? And I said, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hi, yeah, yeah, hi, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Do when I try, oh my God, you are trying. I try all the time. When this institution, and I pray, oh my God, you are praying. I pray every single day for evolution. Integrate sometimes when I lie in the bed just to get it all out what's in my head, and I'm a feeling a little peculiar. And so I wake in the morning when I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream at the top of my lungs, what's going on? And I said, hi, yeah, yeah, hi, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hi, yeah, yeah, hi, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hi, yeah,
25 years of my life used to trying to get up that great big hill of full destination. Samaverim bulsaydı, çayları kaynat dursaydı. Samaverim bulsaydı, çayları kaynat dursaydı. Bir cin çayını içkice, yarım saklap dursaydı. Bir cin çayını içkice, yarım saklap dursaydı. Qaramayma, unumayma, senden başqanı men tunumayma. Qaramaysan, meni ayamaysa, o'xshamaysa boshqalarga bir tallaysa. Nas qilishlarang, muz qilishlar, chaladi yuragimning tarini. Tattıma kelgine kulunni bergine berime muhabbetin barini. Ko'nglim nima maga unmaydi, meni ko'zim rostli maga so'zlaydi. Balkim aldin ishtin qo'qqisa jenim, men bo'lsam sanga nima kamlaydi. Tadıma kelgin jenim, begimga bir bo'lsam, boshqalarga o'rin yo'q, sen faqat bir bo'l. Menga sir bo'lsam, boshqalar achamaydigan, dengiz bo'yiga ketilib biz boshqalar topolmaydigan. Samaverim bo'lsaydi, chaylari qaynab tursaydi. Samaverim bo'lsaydi, chaylari qaynab tursaydi. Bir cin çayını içkice, yarım saklap dursaydı. Bir cin çayını içkice, yarım saklap dursaydı. Karışma men bilen maksat qışında berişla, erişla sen bilen birlikte qerişla, berişla manga mu. Hele de sen qışın qılamağa berişla. Undaq iş vurma buldu köngül bilen elişma. Sen yak durursan meni bu dostun yaktamaydı. Qışındaki yigitler mamlane qaqtamaydı. Eski yigit özünü herkes maqtamaydı. Rangsizge işensen seni taşlamaydı. Bara bara maslashimiz bara bara biz, söz sara kuyishimiz bara bara biz. Söygüge erişimiz bara bara biz, o'zaro senishimiz bara bara biz. Bara bara maslashimiz bara bara biz, o'zaro kuyishimiz bara bara biz. Söygüge erişimiz bara bara biz, o'zaro senishimiz bara bara biz. Hey, samaverim bo'lsaydi, chaylari qaynab tursaydi. Hey, samaverim bo'lsaydi, chaylari qaynab tursaydi. Bir chin chayni ishkicha, yarım saklap tursaydi. Bir chin chayni ishkicha, yarım saklap tursaydi. Yüragimde bir tanem sen, güzellikin ruhsarım. Sana qarab doymayman, sen mening zildarim. Yüragimde bir tanem sen, güzellikin ruhsarım. Sana qarab doymayman, sen mening zildarim. Samaverim bo'lsaydi, chaylari qaynab tursaydi. Samaverim bo'lsaydi, chaylari qaynab tursaydi. Bir chin chayni ishkicha, yarım saklap tursaydi. Bir chin chayni ishkicha, yarım saklap tursaydi. İşkilanlarga omad tilayman. Undaq bo'lsa, davomliq ustozlarimizning tavsiyasini anglaymiz. Adila ustoz. Shundoq huzurlandim naqshanlardan. Mikrogilning naqsini beshidim shundan huzurlanib anglagan. Mening gruppam kirmidi deb bir xil afsuslanib qolgandim. Lekin shundan sahnaga chiqib naqsh aytdi, o'zimning mayirlari aytganda xo'sh bo'lib ketdim, xo'sh bo'lib ketdim. Shafqatjon men taniyman bek, yaxshi naqshchi. Men naqshini shundoq yaxshi bir yangicha bir yangilik bilan ijodiy bir yangicha bir yangilik bilan chiqibdi. Endi qanday qilaman? Ishqillardan tanlashga to'g'ri kelsa, men mushu qiz ayollar sal yon bosadigan eski mijozim bor, mikrogilni tanlayman. Rahmat ustoz. Rahmat, ko'p rahmat. Komil ustoz. Ishqilanga rahmat. Endi ishqilanlar naqshisi ikki xil uslubdagi naqsha. Bu odamda billa aytmaganliging uchun ayrim-ayrim ishqilanlarda masala yo'q. Ishqilanlik bilet tashlag'im bor mening lekin menmo Shafqat endi hozir o'zining yo'li bilan mastanlik egallab bo'lgan yaxshi inimiz bu. Mikrofon sanglarga tashlayman. Rahmat. Rahmat ustoz, rahmat. Qo'la tursin ustoz. Singlimizni shu ko'rgan kunimi qattiq talash tortishib qolgan bir singlimiz o'xshamaydigan bir fungi uni ustiga ishonchlik va o'xshamaydigan masalan men o'ylayman agar buda bo'lib qolsa deyman masalan uyg'urcha masalan klassik naqshlardan birini yo bo'lmasa ishlar narsadan birini ijro qilib boqsam masalanchi hozir kayfiyatda texmi o'xshamaydigan narsa chiqib qolishi mumkin endi bu fikrni konag'ina biz aqini sana tashlab qo'yib men shu fikrni tashlab turay
Rahmat ustoz. G'o'zimat Qurbon ustoz. Sizni atalışınız. Bekbeyze. İşkanla ayrım ettinler. Aslında bu ikisi bir nakşının ödüsünü çıkalaydı eken. Çıkalaydı. Nimişka maqız nimi nakş kısmı neyse rangsiz rap kısmı ne texmi peyzi buludu eken. Lekin hazır mı şunda peyzi oldu hem de işkilisi alaydılıkını texmi ifadelesin diye ümitli belki ayrım bergen buluşanlar mümkün. Aldın qatım ma Mehirgül gayran qap bolgan men. Lekin ma biledim rangsiz başlayman. Endi arzu yetekçisi Dilyar Vahab'dan tavsiye anlayımız qani. Sizden tavsiyeleriniz. Naqşanlarga rahmat. Bayam degandek hamda Mikrogül jitibatdi hamda biraz. Zag'ir Hamda rangsiz o'zimning birodari. Hamda rangsizni butun keng xalq omasidan yuz ko'rish bo'lgan. Rangsiz o'zining yo'lini tepib mengayotgan yaxshi birodarim. Men xafa bo'lib ketmaydi deb o'ylayman. Hamda musobaqaniki keyingi bosqichlarni o'ylashgan asosda men Mikrogülni tavsiya qilaman. Rahmat. Zahirshah Abdumalik ustoz. Endi bilet sonini sizga bir deb o'tay. Shafqatning 2 bilet. Mikrogülning 3 bilet. Endi eng oxirgi qarorni yana siz chiqarsiz. Sizning qaroringiz. Ikkalanga rahmat. Ustozlarning kasbdoshlarning bergan bahoga rahmat. Amaliyotda boshda biz sizlar aytgandek Mikrogül bilan rangsizga bir naqshi berib, shu naqshini moslashtirib ep chiqmoqchi tutib. Lekin o'zininki talabi bo'yicha hamda ba'zilarga o'quvchilarning o'zininki avval men hamma o'quvchilarga sizlar nima naqshini aytqinglar ba avval sizlar menga bir 3 5 kishi naqsh yo'llab baqsanglar men shu naqshlarni anglab qilgandan keyin shuning qarta bir o'rinlashtirish qilaylik deb bularni o'zining mayliga qo'yib berganmizmi? Shuning bilan biz kelarki bosqichda ashunda bir ishlarni qilmoqchida texnik rangdor bir narsa chiqarish uchun chunki bu hozir chiqarib olsak kelarki bosqichda bunda so'qa soldigan ishlar bor emasmi? Bir chiqma demoqchi bo'lsa hozircha. Shuning bilan mushta bo'lib qoldi bu ishlar. Ammo lekin mayli Mikrogül bo'lsin, rangsiz bo'lsin, sahnada o'ziniki batalantini yaxshi joriy qildi, lekin azroq bir qismi qilib qoldi. Hammamizning ko'ngliga ayon. Rangsizni mana butun to'g'ri ahlidagi do'stlar taniydi, o'ziga loyiq yo'l tutib olgan yaxshi naqshchi inimiz Mikrogül mana bu qatim 7-qara İpek yo'li programmamizda bayqilib qoldi-da bizga. Ammo lekin bu sonlarimizni yaxshi yetaklab maqsaq chuqum zo'r umidlar bor Adila. Oxirgacha ma'lug'idaksiz. Shunlashqa hammanglarga omad tilayman. Eng oxirda mening tanlamoqchi bo'lgan o'quvchim ishkili laylanib qolayman. Mübarek olsun. İpek yolu sadası. Güzellikni so'ygich xonim qizlarning eng oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Ramlidar markasidagi ishonchlik kirim buyumlari orqali hammamizning yoqtirib ishlatishiga muyassar bo'lgan Xinjiang Ramlidar xalqaro savdo-cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Nimdan müzik proketiniz nima ettir işlettiniz? Ettir işletmedim. Yakınımı şu Ramlidar meslatlarının beden suyuqluğunu işletkendim. Bek yaxşıke. Tamam. Kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Go'zallikda yuksalish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men go'zallik yo'lida keskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramlidar. 5. darajaga erishgan mahirni Xinjiang Ramlidar xalqaro savdo-cheklik shirkati 3000 yuan qiymatidagi dutlar bilan mukofotlaydi. 4. darajaga erishgan mahirni Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat shirkati 5000 yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 3. darajaga erishgan mahirni Xinjiang Kamal savdo-cheklik shirkati 10000 yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlaydi. 2. darajaga erishgan mahirni Xinjiang Miras shirkati 15000 yuan qiymatidagi elektronlik royal bilan mukofotlaydi. 1. darajaga erishgan mahirni Xinjiang Wojon savdo-cheklik shirkati 20000 yuan qiymatidagi elektronlik royal bilan mukofotlaydi. Yipek yolu
Süygünün yok çeyresi. Kuş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, süygünün yok çeyresi. Kuş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Kadın ipek yolida jaranglaydı kongura. Kitep gelir dalağa, Küy nakşimiz bekira. Gümüş tağlar çok iyisi, Nur kaytıdı yürekke. Küç birdi nakşimiz tümelligen çiçekke. Kuş verdi nakşimiz tümenligen çiçekke. İpek yolu sadası, süygünün yok çigrası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası.